Assalomu alaykum. Hammaga juma muborak bo'lsin, bereketli gelsin. Hozir ozgina vaqtlarimiz bo'lib qoldi. Jumaga ketishdi endi. Bir yere borib Klintda ko'rib keldik. Endi quyosh panel qo'yishi maslahat beraman desam, o'zim sotib bilgandan keyin, shu narsa bilan shug'ullanib bilgandan keyin maslahat beradi deb o'ylaysalar, endi fakt aytamiz. Xudo xolasa 5 yo 6 fakt aytaman. Birinchi fakt, birinchi o'rnatilgan quyosh panel 60 yil bo'ldi. 60 yil oldin qo'yilgan. Hali texnologiyasi ham nesam rivojlangan bu. Hali adon ishlatib turibdi, internetdan qarasangiz bilasizlar. Ikkinchisi, quyosh panel qo'ydirsangiz, birinchilardan quyosh paneli hamma ko'rgansizlar, bilasizlar, issiq ham chidamli, sovuq ham chidamli, yomg'ir ham, qor ham, hamma narsaga chidamli. Misol uchun qo'ygandan keyin qorda nima bo'lib qoladi, yomg'irda o'zining xususiyatini yo'qotadi, yo sovuqda, issiqda xususiyatini yo'qotib, buzilib qoladi degan problema yo'q. Shuning uchun ham qo'rqmang, Xitoy kompaniyasi 25-30 yildan garantiya beradi, bizlar ham 15-20 yildan garantiya beramiz. Keyingi birinchi, ikkinchi fakt ketdi. Sovuqqa, yomg'irga, yani 60 yillik degan fakt endi axir bu. Internetga qarasangiz bilasizlar, buzilmaydiganligini. Ekologik toza, o'zidan zararli moddalar chiqarmaydi, tutun chiqarmaydi to'k ishlash uchun. Uchinchisi ketdi. To'rtinchi fakt, quyosh paneli qo'ydirganingizdan keyin sizlardan hech qanaqangi vaqt talab etmaydi. Sizlar vaqtlarni o'g'irlamaydi. Unga suvuna yo o'zini qarab berish kerak, yo bo'lmasa yana bir yillarni zettirib berish kerak, boshqa da narsa bo'lmaydi. Inverter ham shu gap. Inverter degan gap ham 3 yil garantiya, 2-3 yil garantiya beradi. Bo'ldi, 1.8 gitti 25-30 yil. Umuman Xudo xolasa endi qo'ygan yillarimiz hali buzilgani yo'q, buzilmaydi o'yacham, bo'ldi. Siz hech qanaqa ortiqcha vaqtingizni sarflamaysiz quyosh paneli uchun. O'zingiz bilan o'zingiz ishlatib turaveradi. 5-inchisga kelgan bo'lsak, 5-inchisi sizni kommunal to'lovlardan ozod etadi. Kommunal to'lovlardan ozod qilishini aytadigan bo'lsak, uyingiz xo'jaligingizga rasxotini qaraydi. 5 kilovatli, 10 kilovatli qo'ydirsangiz ham birinchilardan to'ka pul to'lamaysiz. To'lasangiz ham qishda yomg'irli havo, bulutli qish kelsa, bizlar O'zbekistonda ko'pincha bilasizlar, qishdan ham 3 oy yo bo'lmasa 2 oy qish bo'lsa, 2 oy bulutli bo'lmaydi. Shundan 2 oyda 60 kundan bo'lsa 10 kuni bulutli bo'ladi. Shu 10 kuningizni undan ham ishlaydi quyosh panel. Plyusini ishlamayın, sizden hukumatdan ozgina yaqishlansa mumkin setoy qo'ydirganda. So'ng günü 5 kilovatli gününe 30-35, arka 70-80 kilovat ishlasa, siz uyingiz rasxotimiz 70-80 bo'ladigan bo'lsa, 0 bo'lib qolishi mumkin, 90 bo'lsa 10 kilovat ishlatishingiz mumkin. 7-ci, oxir 6-cı sebep subsidiya beradi har bir kilovat uchun. Hukumat 1000 so'mdan soliq o'zidan ro'yxatga o'tasalar, shundan pul tashlab beradi ortiqcha ishlagani. Yozda uyingizga qarab 5 kilovatli, 10 kilovat rasxotini 10 kilovatni qo'ysangiz, uyingizda rasxotida endi sex ishlab chiqarish bo'lmasa, aniq sizga subsidiyadan pul tushadi. 70-80, 90 kilovat ishlaydi gününe 10 kilovatli quyosh panel, shuni evazine size her gün 30-40 kilovat rasxot etsangiz, o'rtacha xo'jalik 50 ming so'mdan, 40 ming so'mdan, 30 ming so'mdan pul tushadi. Ishqilib, shu sababli aran tarafini o'zingiz internetdan ko'rib, quyosh paneli haqida ma'lumotlar olib olsangiz bo'ladi. Rahmat, hamma aytib bo'lgansiz uchun.